Odam shunaqa charchab ketdi baba. Qorinam ochib ketdi. Uxlab yotibdi-yu. Sen bular boqaman deb to'yma-to'yur. Bu xotin bu yoqda uxlasin. O'zingni qorningni o'zing to'ydir Shahzod. Nima bor ekan deyishdi? İyi, onang ham dur. Qozon ham bo'shib. Xolodilnikda bo'lsa kerak. Qozon bo'sh desa, mana bu xolodilnik undan battar ekan. Onang ham dur. Xotin uxlab yotibdi endi. Qorin och. Uyg'otamiz endi, boshqa iloji yo'q. Xotin. Xotin. Ey xotin. Ha, keldingizmi? Voy. Qornim och. Ovqat qilmadingmi? Qildim. Yeb qo'ydik, bo'ldi, yoting ertalabingiz. Yo'q, qornim och xotin. To'yga borib to'yib kelmadingizmi? Va men to'yga qornimni to'ydirish uchun borganim yo'q, senlarni boqaman deb yuribman. Ko'r, bir narsa tayyorlab ber. Ertalabingiz bo'ldi, yoting. Yarim kechasi. Yoting, uxlang, boshqa so'raysiz. Sizga mumkin emas. Sizga mumkin ekan, onasi. Ey, tur o'rningdan. Men nima yeyman hozir? Mani yeysizmi? Yeng. O'zi shundoq ham yeb adoy tamom qildingiz. Onamnikida dombillab yuruvdim. Yeysizmi? Yeng. Yo'q, xotin, menga yog'li ovqat mumkin emas.